O'y, o'sha kuniga rozi bo'lmasdan qarz olaman degan ukalar. Shu qarzga kirib qolgan odamlarni so'rab surishtirib, holidan xabar olinglar-da. Qaniydi seni problemalar endi qilib bo'lsa meniki deydi. Nimaga unaqa deydi? Chunki kattasiga kirib ketdi-da. Kim o'zi xohlayotganda qilib yashashga yeta olmayotgan bo'lsa, sabr qilish kerak, shoshilmaslik kerak. Chunki shoshqaloqlik, besabrlik, qanoatsizlik insonni qarzga botiradi, oxir-oqibat afsusga tiqib qo'yadi. Yana qaytarib aytaman, hozirgi yoshlar hamma narsani birdaniga bo'lishini xohlayapti. Unaqa bo'lmaydi, jon akalar. Alloh taolo osmonni yerni 6 kunda yaratgan. Alloh taolo bo'l desa bir lahzada hammasi bo'lar edi. Nimaga 6 kunda yaratdi? Bizga ibrat, bandalar, hamma narsa sekin-sekin bo'ladi degani. Sabr Allohning va'dasiga ishonish, uni fazlini kutish. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum big'oyri hisob. Albatta, sabr qiluvchilarga ajrlari hisobsiz to'liq qilib beriladi.